Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu Xitoydan tarqagan koronavirusi va u keltirib chiqargan COVID-19 kasal to'g'risida sizlar bilan ozroq o'rtoqlashay dedim. Hammamizningki xabar olgandagidek yaqindan beri bu vaba Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlarda tizdan avjilib, ba'zi qarindoshlarningki o'lib ketishni keltirib chiqarganlik xabarlari bizga kelyotdi. Hamda bu vaba Xitoydan tarqab, Xitoy sirtida kengayishga boshlagandan tortib hozirga qadar nurg'un davlatlar o'xshamagan chora-tadbirlarni qo'llanib, Yevropadagi bir qism davlatlar bilan Osiyodagi bir qism davlatlar, ya'ni bo'libmi bak shu 2-3 oylardan boshlab tiz avj olgan davlatlar hozir hamda bu vaboni hali ko'zga ko'rinarli darajada kontrol qilgan bo'lsa-mu, lekin ayni vaqtida tarqalish ahvoli uncha ig'ir bo'lmagan bir qism davlatlarda hozir qaytadan ig'irlab ketyapti. Bütün dünya miqyosida bu kasal hozir kuniga 200 mingdan ortiq ko'payyapti. Amerikaning ahvoliga kelsakmi, Amerikada garchi bu vaba Xitoy sirtida eng dastlabda bayqalgan davlatlarning birisi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq ilingan chora-tadbirlarningki unumli bo'lmaslik sababidan oraliqda shu 4-oyning oxiri 5-oylarda biraz besiqqandek qilgan bo'lsa-mu, biroq 6-oylardan boshlab yana ko'pib ketdi. 3-4-oylarda eng ig'ir vaqtida kuniga 35 mingdan ko'paygan bo'lsa, hozir 60 ming bilan 70 mingning oralig'ida ko'payyapti kuniga. Albatta ba'zi mutaxassislarningki qarashicha bu virus tiz ko'paygan bilan o'lish nisbati, ya'ni o virusning o'ldirish kuchi 3-4-oylarga nisbatan biraz ojizlashdi deb qarayotgan bo'lsa-mu, biroq yana butun dunyoda kuniga 5 mingdan odam bu vaba tufaylidan o'lib ketyapti. Shunlashqimi hamda bu vaboga bo'lgan tadbirni ojizlashtirishga bo'lmaydi deb qarayman. Hamda ko'rayotganimizdek nurg'un davlatlar bu vaboni oz-to'la kontrol qildik deb qarab, aslidagi butunlay to'xtatilgan tijorat va ishlab chiqarishni barbara asli keltiryapti. Amerikadami bir qism shtatlar 5-oydan boshlab asli keltirgan bo'lsa, hozir hamda u shtatlarda qaytadan ig'irlab ketish sababidan u shtatlarni qaytadan taqashga majbur bo'ladi. Endi men yashayotgan shu New York atrofimizdagi New Jersey, Connecticut degan shtatlarda nisbatan aytgan vaqtida yomon emas kontrol bo'ladi. Endi shu New Yorkda ilib berilgan bir tekshirishda shu New York shtatida ishlab chiqarishni to'xtatib, ko'p odamlarni, ko'p qism odamlarni, 75% odamlarni uyda xizmat qilishga yoki uyda o'tirishga tashabbus qilgan shu mezgillarda ishlaganlar bilan ishqi normal ishqi berayotganlar bilan uyda o'tirganlarningki ichidan bu vaboga yuqumlanish nisbatini selishtirgan vaqtida bu vaboga uyda o'tirayotgan yoki uyda xizmat qilayotganlarning bu vaboga yuqish nisbati 66% bo'lgan, ya'ni ishlaganlardan ishib ketgan. Demak, bu yerda hukumat bu kasallikni kontrol qilish uchun insonlarga uyda o'tiringlar deb tashabbus qilgan bo'lsa-mu, lekin ular uyda o'tirmagan yoki
bu kasalga nisbatan yetarli tadbir qo'llanmaganligi uchun garchi ular ishqi bormagan bo'lsa-mu, lekin ularniki yuqumlanish nisbati ishqi borganlardan yuqori bo'lgan. Ya'ni yenidan yuqumlanganlarning 66%ni shu uy ishqi bormay uyda o'tirayotgan yoki uyda xizmat qilayotganlarda ko'rilgan. 66% shu odamlar egallaganda hamda. Demak, bu yerda uyda o'tirish bilan bu kasaldan to'liq mudofaa ko'ngili bo'lmaydi deganlik bo'ldi. Hamda uyda o'tirish deganlik yoki ishqi bormang deganlik ishqi bormagan bilan boshqa yerlarga nega xalqa yerga borsang bo'ldi yoki bo'lmasa haqliq sayohat qilsang bo'ldi deganlik emas. Albatta sirtlarga chiqamiz, lekin biz hamda cho'qim shu kasalniki bu vabaniki baldirroq kontrol bo'lish uchun har birimiz o'zimizga tushgan vazifani ado qilishimiz kerak. Bo'lmay qolib qolsa, bu vaba davomlashgan suricha butun jamiyat normallikqa yuzlanmaydi. Normallikqa yuzlanmaguncha ishlab chiqarish, tijorat asli kelmaydi. Shunga bu vabaning uzilishi ergishib, hammaylar bu vabaning ta'siriga uchraymiz degan gap. Shunga meningcha bu vabani kontrol qilishda har bir odamningki o'ziga tushliq mas'uliyati bor deb qarayman. Biz hammaylar birlikda harakat qilgan vaqtimizda anandan keyin bu vaba qancha tez kontrol bo'lsa, bizning hayotimiz shuncha tez normallikqa qaytadi, ishlab chiqarish asli keldi, tijorat asli keldi. Bizmi ba'zi turmushdagi ba'zi bisimlardan qutulalaymiz degan gap. Hamda bugun so'zlamoqchi bo'lgan asosliq mazmun bizniki, shu o'zimizniki, Uyg'urlarniki bu vabodan qandaq saqlanish to'g'risida bo'lib, men bu yerda bir necha nuqtani asosli qilib ta'kidlab o'tmoqchi. Birinchisi, biz cho'qim buningga mas'uliyat tuyg'usi bo'lishimiz kerak. Bu mas'uliyat tuyg'usi degan vaqtida biz o'zimizdan yuqumlanish ehtimoli bor yoki o'zimizda ko'rilgan ba'zi alomatlardan yoki bo'lmasa o'zimizning bilib bilmay yuqumlanganlar bilan uchrashib qolgan vaqtimizda men bu virus bilan yuqumlanmayman yoki menda ko'rilgan alomat u virusdan bo'lmagan deb uni biroqla inkor qilishning o'rniga cho'qim bir mas'uliyat tuyg'usi bilan ajiba men tasodifiy shu kasalga yuqumlanib qolgan bo'lsam qanday qilishim kerak degandan chiqish qilib oldi bilan atrofimizdagi yuqtirib qo'ymaslikni birinchi bo'lib o'ylashimiz kerak. Hamda chunki bu vaboga yuqumlangan odamlarningki hammasi cho'qim ig'ir kasal bo'lib doktorxonaga yotadi yoki o'lib ketadi deganlik emas. Hozir qadar hamda 90% odamlarningki alomatlarning uncha ig'ir bo'lmaydiganligi yoki bir qism odamlarning kasal alomatlari ig'ir bo'lgan taqdirdami alayda davolash ilib bormasimi taxminan 3 haftadan 6 haftada saqib ketadiganligi ma'lum. Faqatla hamda az bir qism odam 5%dan 10% odam ig'irlashib doktorxonaga yetishga majbur bo'ladigan gap bo'libmi jiddiy qutqizish bo'limiga yotganlarningki hozir qadar ko'p qismi saqaymay o'lib ketadigan ahvol bo'ladi. Hamda bunday chiqqan vaqtida bu bemorniki saqayishida ya'ni o'zininki immunitet kuchi alayida muhim ahamiyatga ega. Bu haqda men burunma so'zlab o'tgandim. Hamda demoqchi bo'lganimiz shu saqaydigan kasal bo'lsa yoki bo'lmasa bizniki aslidagi dinimizdagi nima ko'radigan rizqimiz bo'lib qolsa bu biz shu 3 haftadan 6 hafta ichida saqlay olamiz degan gap. Bu xildagi bemorlar taxminan 90%ni egallaydi yuqumlanuvchilarniki. Faqat az bir qismlari o'lib ketish ehtimoli bor. Hamda o'lib ketayotganlarningki ko'plarda burun boshqa o'zi bilgan yoki bilmagan ba'zi ost xarakterlik kasallarniki mavjud ekanligi ma'lum. Hamda bu mas'uliyat tuyg'usi degan vaqtimizda
mushu o'zimiz yuqumlanish ehtimoli bo'lgan vaqtida cho'qim atrofimizdagilarga yuqtirib qo'yishdan saqlanishimiz kerak. Balkim biz yosh bo'lishimiz mumkin, bizga ig'ir ta'sir qilmasligi mumkin, lekin atrofimizda yashanganlar yoki boshqa ost xarakterli kasal odamlar bo'lib qolsa, ularga bizden ig'ir ta'sir qilishi, bizda kasal alomatlari ko'rilmagan bilan ularda kasal alomatlari ko'rishi hatto hayotiga tahdid elib kirishi mumkin. Shunga bu yerda bu bizniki mas'uliyat tuyg'umiz nayti muhim mas'uliyat bo'lgan vaqtida bu kasalning tarqalishi qancha tar doirada bo'lsa yoki qancha tiz kontrol bo'lsa, anandan keyin jamiyat normallikqa shuncha tiz asli kelalaydi, qaytalaydi degan gap. Ikkinchisi, anandan keyin bu kasalga nisbatan inkar qilishi pozitsiyasida bo'lmaslik, ya'ni men yuqmayman-ku deydigan bo'lmaslik va yoki yuqqanlar cho'qim bu eski adam yoki yomon adam deb yuqqanlarga nisbatan bir xil kamsitilish bo'lmaslik kerak. Bo'lmasa biz agarda bu kasal bo'lganlarga bir xil kamsitish tuyg'usida bo'lsak, ular o'zining yuqumlanganligini oshkorlamaydi, ya'ni boshqalarga demaydi. Unda vaqtida bu odam texmi ko'p odamlarga yuqtirish ehtimoli bor. Shunga biz bu virus bilan yuqumlanganlarga agarda to'g'ri muomalada bo'lsak, kamsitmasak, anandan texmi ko'p odam o'zining yuqumlanganligini oshkorlab atrofdagilarni ogohlantirish bersa, u vaqtida bu virusniki texmi keng doirada tarqishniki oldini olg'ili bo'ldi. Shunga birisi mas'uliyat tuyg'usi bo'lish kerak, anandan keyin o'zimizniki shu virus bilan yuqumlanishimizga nisbatan inkor qilmasligimiz kerak. Anandan keyin u virusga yuqqanlarni kamsitadigan yoki ko'zga ilmaydigan yoki mandaq yeklaydigan pozitsiyada bo'lmasligimiz kerak. Shunga biz biri mas'uliyat tuyg'usi, yana birisi boshqalarniki samimiyatiga hurmat qilishimiz, ya'ni boshqalar men yuqumlanib, mandaq saqaydim deb o'zininki tajribalarini boshqalar bilan o'rtoqlashgan vaqtida biz ulardan foydalanishimiz kerak. Biroq ularni mandaq kamsitib chet qoqmasligimiz kerak. Agarda biz ularni kamsitib chet qoqqan vaqtimizda insonlar o'zininki virus bilan yuqumlanganligini yoshirishi mumkin. Atrofidagilar ularni bilmaganlik uchun ulardan mudofaalanmasligi mumkin. Shuning bilan bu virus birdan 10dan 100ga tarqab ketaverdi. Bu virus kontrol bo'lmaguncha bizmi normal hayotga qaytamaymiz. Shunga bu hem o'zimizning shaxsiy manfaatidan hem shu bizniki butun jamiyatga bo'lgan mas'uliyat tuyg'umizdan bo'lsa-mu cho'qim bu vaboni kontrol qilishga hammaylar o'rtaq tirishishimiz kerak. Endi oxirida bir ta'kidlab o'tadiganim, bu virus hargizmi bizningki tasavvurimizdagidek mundaq odamga yuqitgan, undaq odamga yuqmayotgan deydigan gap bo'lmaydi. Har qanday odamningki o'xshashla yuqish ehtimoli bo'lishi mumkin. Faqatla u ba'zi odamlarda ig'ir oqibatni keltirib chiqardi, ba'zi odamlarda uncha ig'ir oqibatni keltirib chiqarmaydi. Ba'zi odamlarningki kasal alomatlari aniq bo'ldi, ba'zilarining aniq bo'lmaydi. Lekin hammamizningki yuqish ehtimoli bor. Shunlashqa biz o'zimizni yuqish ehtimoli bo'lganlarning sirtiga qo'yib olmay, shuning ichida men yuqish ehtimoli bor deb ilishga tegishli tadbirlarni yana ilishimiz normal hayotga qaytish bilan birga shu kasalga bo'lgan tonishimizni va uningga bo'lgan oldigan tadbirlarni hargiz bo'shash turmasligimiz kerak. Chunki bu kasalningki atrofimizda kontrol bo'lishi hargiz bu kasalning butun dunyo miqyosida kontrol bo'lganligidan derak bermaydi. Xuddi bu kasal ayni vaqtida Xitoyning Wuhandan kichik bir doiradan butun dunyoga tarqalganga o'xshash, agar bu kasal
hozir yana shu dunyoning miqyosida nada bo'lsa to'liq kontrol bo'lmasa yana qaytib kelishi mumkin bu kasal. Hozir hamda maktablarni taqab unda qilgan bilan 9 oyni maktablarni asli keltirsa yana bir ko'payish fursati bor. Anandan keyin 11 oylarda kuz kirib kuzdan sovuq bo'lgan vaqtida yana bir ko'p tarqalish ehtimoli bor. Endi ko'pincha kishilar hozir bunga nisbatan shu vaksina chiqsa cho'qim ham ishlar hal bo'lib ketadi deydigan qarashda. Elbette bu insanlarınki en yaxshi ümidi, lekin vaksina chiqqan bilan hamma ishninki hal bo'lishi bizninki arzu istaklarimizga mos holda yuz beramdi, yuz bermamdi biz buni bilamaymiz. Uni vaqti kelganda bilgil bo'ldi. Shunlashqa uningchilik biz ilishqa tegishlik tadbirlarni yanada ilishimiz kerak. Ahirda hammanglarniki teniniki salomat bo'lishini, bu vabodan sog' salomat o'tib ketishini umid qilma. Anglag'inglarga rahmat, xayr xo'sh, Xudoga omonat.